Assalamu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlı qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgün hökumətinin muavin cumhur rəisi Sayragul Savutbay Daily Mail xəbər toruning ziyoratini qabul qilib, Şərq Türkistanda beshiga kelgan kulpatlarni tutqun qilingan begunoh xalqimizning qanday qiyin qistoq zulmga uchraydiganligini anlatib, xalqaro jamiyatning Şərq Türkistanda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarata tunishini o'stirdi. Tövəndə Daily Mail xəbər tori 1 mart kuni e'lon qilgan ziyorat xotirasining tafsiliy mazmunini diqqətinizə sunumuz. Xitoyning qarang'u qiynash uylarida tirik o'lik deb qaraladigan mahbuslar kommunizm iddiasi bo'yicha qayta tarbiyalash degan bahona bilan to'p-to'p bo'lib bosqinchilikqa uchraydi, tok bilan qiynaladi va tirnoqlari yulib etiladi degan temada e'lon qilingan maqolada mundaq deyildi. Doktor Sayragul Savutbayning Xitoy davlati tarafidan zaxmlanib, ig'ir yaralangan badani saqaygan bo'lsa-mu, ammo uning 1 yillik tutqunlik hayotidagi ruhiy azoblari toki oxirgi tiniqigacha uningga hamroh bo'ldi. Sobiq o'qituvchi Sayragul kommunist Xitoy saqchilari tarafidan majburiy elib ketilib, atalmish Xinjiangdagi vahshiylarcha qiynash lagerlarida cheklamalar ichida Xitoy tili o'qituvchisi bo'lib ishlashga majburlanganida tasavvur qilg'isiz dahshatlarga shohid bo'lgan. Hozir 40 yoshlardan oshgan qozoq millati Sayragul Savutbay 8 oylik azobliq sinoq jarayonida duch kelgan vahshiyliklarni aslab, kechirmishlarini so'zlayotganida ko'zidan to'xtamay yosh oqdi. U lagerlardagi jahannam hayotini tasvirlab, u yerdagi mahbuslar tirik o'liklar filmidagi zombilarga o'xshaydi. Ayollar rayimsizlarcha qilingan bir tutash jinsiy zo'ravonlikqa uchraydi hamda qora uy deb atalgan qiyin qistoqqa elish xonasidan jon talashayotgan hayvonning ovosidek chirqirashlar anglanib turadi. U uyda azob-uqubat chektiradigan, qattiq qiynaydigan qurollar tizib qo'yilgan edi. Mahbuslarning tirnoqlari sug'uriladi hamda ular mixga qilgan o'rindiqlarda o'ltirishga majburlanadi. Ikki balaning onasi bo'lgan Sayragulning o'zimi jazodan qutula olmadi. Uning qo'rqib ketgan bir mo'ysbit mahbusga ich og'ritganligi jinoyat hisoblanib, tok bilan qiynash o'rindig'ida qiynalgan va hushidan ketgicha tayoq yegan dedi. Sayragul Savutbay qamalgan lagerining ili Qozoq avtonom oblastiga joylashganligini hamda Xitoyning qayta tarbiyalash yoki kasbiy tarbiyalash markazi deb atalgan torining bir qismi sifatida boshqarilganligini aytdi. U lagerlarning asosliq maqsadining haqiqiy kasbiy tarbiya berish bo'lmasdan, balki Xitoyning majburiy Xitoy tili qurilishi, kommunistik partiya ideologiya darslari, qattiq intizom orqali dinni va kultural odatlarni cheklashni nishon qilgan siyosiy jihatdan qayta tarbiyalash va majburiy assimilyatsiya qilish ekanligiga ishonadi. Tutqun qilinishdan ilgari u do'stlari va qo'shnilarining Xitoy davlat xodimlari tarafidan elib ketilganligini ko'rib, butun vujudida cho'nqur qo'rqinch his qilganligini, ko'p o'tmay xodimlarning uning uyiga kelishga boshlaganligini eslaydi. 2017 yil yanvarda ular meni so'roq qilish uchun tun nisbida tutib qolmadi. Bu ahvol bir qancha qitim takrorlangachqa men uyqusizlikqa mubtalo bo'ldim dedi. U bu chog'da uning yo'ldoshi va 2 bolasi Qozog'istonga qochib ketgan bo'lib, u yolg'iz qolgan va bir qancha bolalar yaslisining mudiri bo'lib ishlagan. Bir necha oy davomlashgandan keyin u oxiri 2017 yil noyabrda lagerga elib ketilgan. Uningga ma'lum bir adresga berib ma'lumot berish buyurilgan. Buyruqni rad qilish huquqining yo'qligini aytgan. Qurollangan soqchilar uni so'rab minibusga silib elib ketgan. U to'liq qurollangan bir qo'shin soqchi chiqarilgan minibus keldi. Ular beshimga qora xalta kiydirib, meni mashinaga soldi va haydab ketdi. Biz bir mezgil mangdiq. Ehtimol tekshirish punktlarida o'tish ijozati uchun bir necha qitim to'xtadik. Bir ozdan keyin bir o'ringa kirdik. Kirganimda ular menga "Sen bu yerda tutqunlarga Xitoy tili o'qituvchisi bo'lib ishlaysan" deyishdi. Ular meni chiqqandan keyin yuz bergan ishlarni hargiz tilga olmaslik haqidagi kelishimga majburiy imzo qo'ydirdi dedi. Gerçi u rasmiy mahbus bo'lmasmi, ammo o'z xohishiga qarshi tutib turilgan va xuddi mahbusdek muomalaga uchragan. U mundaq dedi: "Gerçi men Xitoy tili o'qituvchisi bo'lsam-mu, tutqunlardan hech qanday farqim yo'q edi. Men ular bilan o'xshash tomoq yeydim. O'xshash buyruqlarga bo'ysunatdim. Birdan-bir farq, bir kamerada necha o'nlagan odam qisilib yotsa, mening uxlaydigan kichikroq ayrimxonam bor edi. Xitoy soqchilari tutqunlarni inson deb qaramaydi, hatto menimi inson deb qaramaydi. 2017 yili qurilgan atalmish Xinjiangdagi lagerlar taxminan 1 million kishini bo'ysundirishdan qo'llanilgan bo'lib, tutqunlarning ko'pinchisi hech qanday jinoyat ishlamagan. Xitoyning bu lagerlari 2 dunyo urushida
Natsistlar Yahudiylar va boshqa guruhlarni sistemli holda jazo lagerlariga qamag'andan buyanqi etnik va diniy asonliq millatlarni eng keng ko'lamda xohlagancha tutqun qilish harakati deb qaralmoqda. Xitoy hukumatining asonliq millatlarga qarata nima uchun bundoq uzun muddat bostirish ilib borganligi haqidagi qarashlar har xil. Xitoy maqsadining davlat ichidagi terrorlikqa zarba berish ekanligini da'vo qiladi. Hukumat bu lagerlarni asabiylikka qarshi turish tarbiyalash markazi va tarbiyalash o'zgartish markazi deb atab yo'gash orqali terrorlikqa zarba berishdagi ochqishli qurol sifatida ko'rsatadi. Ammo Sayragul Savitbay Daily Mail gazetiga bergan bayonotida buning sababining texmo inchga hisoblanib tuzilganligiga ishonganligini aytdi. U bu rayonning Xitoy uchun strategik ahamiyatga ega ekanligini, chunki bu yerda tabiiy kon boyliqlarining intayin ko'pligini aytib, bu intayin cho'ng bir zamin. Xitoy Sharq Turkistonni besib olgandan buyon yerli xalqni yo'qotishga va bu yerni tadrijiy faqat Xitoylarla hukmronlik qiladigan joyga aylantirishga tirishib kelmoqda dedi. Sayragul Savitbay lagerlarga tunji qitim kirgan vaqtida tirik o'likka o'xshab qolgan mahbuslarning sovuq turma ichida bearomlik bilan so'rilib mengayotganligini esladi. Bir necha kun o'tgandan keyin ondan o'zi turayotgan beton kameraning koridorlarida qo'rqinch va azobliq chiyqirishlarni anglashga boshlagan. U 2021 yili nashr qilingan Bosh shoid Xitoyning zamonaviy davrdagi jazo lagerlaridan qochish nomli kitobida mundaq yozadi. Mən ömrümdə bununğa o'xshash bir ovozni anglab boqmagan. Undaq chirqirashlar hargiz unutilmaydi. Anglagan aman u odamning qandoq azob chekayotganligini bilasiz. Ular xuddi jon talashayotgan hayvonning chirqirgan ovozdek anglanadi. Keyincha u bu ovozlarning qora uy deb atiladigan ichi qiyin qistoq qurollarga to'lgan va kamera yo'q uylardan keladiganligini bilgan. Xitoy davlati turmada xato qilmishlarni sodir qilganlik uchun mahbuslar qorovullar tarafidan mush yerga so'rab kelingan. Savitbayning aytishicha, qora uydan chiqqanlarning ko'pinchisi qiniga bo'yalgan holda qaytib chiqqan. Yana ba'zilari yo'qolib ketib, qayta hech ko'rinmagan. U Daily Mail gazetiga bergan bayonotida hech qanday sababsiz lagerga elib kelingan bir yashangan mahbusga hissdoshlik qilganlik uchun o'zi qora uyda qiynalgan. Bir kechasi cho'ng bir yangi tutqunlar guruhi kelgan bo'lib, ularning ichida chorvachi oilasidan kelgan qozoq bir mo'may bor ekan, deb aslida u. Qish fasli bo'lishiga qaramay, saqchilar uning oyog'ini yoki kiyimini tuzuk kiyib olishiga fursat bermabdi. U bek qo'rqib ketgan ekan. Meni ko'ribla yenimga yugurib kelib, meni quchoqlab yig'ilganicha, "Men hech qanday xatolik o'tkazmadim. Men gunohsiz. Meni nimishqa bu yerga olib kelganini bilmayman. Menga yordam qiling", deb yolvurdi. Ana shu sababli meni qora uyga olib kirib ketdi. Ular meni elib kirganida tunji bo'lib diqqatimni tortqani men ilgari ko'rib boqmagan nurg'ulg'an qurol saymonlar bo'ldi. Ular meni tok bilan qiynaydigan purjinliq o'rindiqqa o'ltirg'izib tokda qiynadi. Ondan men hushimdan ketkicha urib ketdi. Qiynashga uchrayotganda ularning qo'lida o'lib ketaman deb o'yladim. Xayolimda faqat 2 bolamni bor edi. Hushimga kelganda o'zim uxlaydigan yotoqda ekanman. Shuncha qiynashlarni beshimdan o'tkazgan bo'lsammi, yana boshqa tutqunlarga dars o'tishga majburlandim. Lagerlarga kirishdan burun men intayin sog'lom edim. Lagerdan chiqqanda bo'lsa, xuddi 10 yil qarib ketgandek his qildim. Salomatligim tezla nacharlashib ketdi. U boshqalarning oddiy sabablar bilan qora uyga elib kirilganligini ko'rgan. U lagerlar xuddi harbiy qismdek boshqariladi. Tutqunlar yotganda faqat o'ng tarafiga qarab yetishi kerak. Bu orqali ularni to'xtamay kuzatib turadigan kameralarga yuzlanishi kafolatga ega qilinadi. Agar ular midirilsa yoki bir-biri bilan so'zlashishga urinsa, qoidaga xiloflik qilgan deb darhol jazolanadi dedi. Mayli o'ng tarafga qarab yotmaslik bo'lsin yoki bir-biri bilan so'zlashmaslik yoki ko'rsatmaga amal qilmaslik bo'lsin, har qanday kichik ish uchun ularni darhol qora uyga olib ketadi. U yerda ular tok bilan qiynash, tirnoqlarini sug'urib olish, mixliq o'rindiqda o'ltirg'izish yoki odatdagidek urush, so'qish degandek turli qiynashlarga duchor bo'ladi dedi. Tutqularni xorlash faqat bu yerda bo'lib qolmaydi. Sayragul Savitbayning Daily Mailga so'zlab berishicha, u va boshqa yuzdek tutqun qilinganlar bir yosh ayolning saqchilar tarafidan kollektiv bosqinchilikqa uchrashini ko'rishga majburlangan. Taxminan 20-21 yoshlardagi bir qiz bir diniy bayramda do'stiga uchur yo'llaganligini e'tirof qilishga majburlangan. U qiz yerga yiqitilib, 3 saqchi tarafidan xorlangan. U qiz yordam so'rab yolg'irganda boshqa saqchilar yig'ilgan tutqularning orasida norozilik bildirganlar bormi deb kuzatib turgan.
Qarshilikqa ko'rsatganlar darhol elib ketilgan. Sayragul Savutbayning qarashicha, bu vaqa tutqunlarning qanchalik bo'ysundiganligini sinaydigan bir sinoq bo'lgan. Bu sobiq tutqun ko'rganlariga qarata inkos qaytarmaslik uchun aran chidaganligini, ammo buni hargiz unuta olmaydiganligini aytib, "Men hayotimda buningdan sart va inson qalbidan chiqqan boshqa ishni ko'rib boqmadim. Ba'zilar ko'zini elib qochdi, yana ba'zilar g'azbidan mushlarini tugdi. Ularning hammasini soqchilar elib ketdi. Men o'zimning chorasizligidan boshqa hech ish qila olmadim. Bir ayol, bir ona turib, buni ko'rishga majburlanganligimdan dahshatga tushdim. Ammo hech qanday ifoda bildira olmadim, chunki men norozilik bildirsam, o'zimningmi qiyin qistoqqa uchraydiganligimni biletdim. Men bu voqeani hargiz unutmadim. Bu menga nurg'ulg'an sog'lomlik masalalarini olib keldi. Kechasi yaxshi uxlay olmayman, hatto yurak kasalimmi shunga bog'liq. Hozir doktorxonada yotishimning sababi shu. Bu faqat bir ayolning g'ururi, nomusining dafsanda qilish masalasi emas, balki butun bir millatning nomus masalasi dedi. Boshqa lager shohidlarimi lagerlardagi dahshatli jinsiy zo'ravonliklar haqida guvohlik berdi. 4 yil ilgari atalmish Shinjongdagi, ya'ni Sharq Turkistondagi o'xshash bo'lmagan turmlarda tutib turilgan Ruqiya Farhod 2019-yili Washington pochtasiga Xitoy soqchilari tarafidan qayta bosqinchilikqa uchraganligini aytgan. Natijada u 2 qatim homilador bo'lib qolgan. Xitoy soqchilari har 2 qatimda uni bolani tushirib yetishga qistagan. U gazetga 35 yoshdan tuvan har qanday ayol yoki bosqinchilik va jinsiy parakandchilikka uchraydi degan. Yana bir qancha ayollar kamera o'rnatilgan uylarda yuyunishga va hojatxonaga berishga majburlanganligini aytgan. Bir ayol soqchilarning sig'iz ishlatib, uning avrat joylaridagi tuklarni yulganligini so'zlab bergan. Boshqalar yuyunishdan burun avrat a'zolariga uvoqlangan loziq qivomini surkashga majburlanganligini, bir ayolning xuddi o't ketgandek kuyib ketdi deb eslaganligini bayon qilgan. Sayragul Savutbay bu dokladlarning o'zining lagerlarda shohid bo'lganlari bilan mos kelganligini aytib, Xitoy soqchilari lagerlardagi tutqunlarga nima qilg'usi kelsa, shuni qilishga Beyjingdan to'liq huquq olgan. Shunlashqa ular tutqunlarni inson deb qaramaydi. Ular yuqori darajalik amaldorlarning ruxsatiga ega bo'lganligi uchun javobgarlikqa tortilishidan qo'rqmay, nima qilg'usi kelsa, shuni qiladi. Ularning nima qilishiga hech qanday cheklama yo'q. Ular butunlay erkin. Jinsiy zo'rlik masalasi shuncha sistemlik ediki, 2019-yili atalmish Shinjongdagi bir lagerning sobiq soqchisi ochiq xat yozib, beshidan o'tganlarni pash qilgan sonsizlagan ayollarning so'zini dalilladi. Berik deb atalgan bu odam lagerdagi Xitoy amaldorlarining qurbonlarini tanlab, ondan bir uyga elib kirib ketadiganligini aytdi. U jinsiy parakandchilikni ko'zda tutib, oshxonada 2 ustal bor. Biri uşaq-çüşək yeməklər və içimliklərni tizish üçün qoyulğan, yəni biri bolsa iş beceriş üçün qoyulğan deb yazğan. Sayragul Savutbay, "Men lagerdagi u kishilarni to'xtamay o'ylayman. Bu yerda yuz bergan ishlarni doim eslayman. Eng azobligi shuki, ayollarga bosqinchilik qilish lager ichida doimlik bir ishga aylanib qolgan edi" dedi. U oxiri 2018-yili qo'yib berilgan, ammo u hech qanday jinoyat sodir qilmagan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari tarafidan darhol mangulik turmaga tashlanish bilan tahdid qilingan. Shuning bilan u yolg'on hujjatlar bilan Qozog'istonga ketishga qaror qilib qochgan. U yerda 1 yil turgandan keyin Shvetsiyadan siyosiy panohlik olgan va hozir oilasi bilan shu yerda yashaydi. Sayragul Savutbay hozir Sharq Turkiston surgunda hukumatining muavin raisi bo'lib ishlamoqda. Bu hukumat Sharq Turkistonning Xitoydan ayrilib chiqishini va Xitoy Kompartiyasini o'zlari sodir qilgan tasavvur qilg'usiz jinoyatlar uchun javobgarlikqa tortishni maqsad qiladi. U G'arbda kishilarga qilinadigan muomalaning farqini ko'rib hayron qolganligini aytib, G'arbga kelgandan keyin men kishilarning bir-biriga yaxshi muomala qilib boqolmay, balki hayvonlarga yaxshi muomala qilganligini ko'rdim. Men shuni his qildimki, biz G'arbdagi it-mushuklar erishadigan shafqat va insoniy muomalaning zarrachilik nasibasini ko'rmabdik dedi. Hөр yashab, hөр o'lish haqqimizni qo'ymagan, tanlash yo'lini bermagan, hatto hөр tug'ilish haqqimizga chang selayotgan, tarixning eng qabih zulmini bizga ravo ko'rayotgan, eng chupranda va eng badbaxt mustamlikachining qo'liga tushib qolgan biz uchun birinchi o'rinda nima kerak? Bizga dal birinchi o'rinda ana shu payg'ambarona yo'lning muqaddimasi bo'lgan qarshilik ro'yi kerak.
Milliy mustaqillik davosidan iborat bu ulug' davoning rahnamalarining bizga birinchi bo'lib qoldirib ketgan merosimi mana shu qarshilash ro'yi edi. Afsuslanarliki bu ruh bizning zamonimizga yetib kelguncha suslashdi. To'g'risi mustamlikachilarning yoshirin qo'li bilan unuttirish va unutuldirish xurushlari orqali bu ruhning xalq bilan yuzlashib qilishini to'sidi. Hatto xalq ichida bu ruhni uchrasimi tonimas bo'lib o'tib ketadigan manqurtlarni yetishtirib chiqish orqali ruhni bulg'amoqchi, ajdodiga osiy avlodlarni ko'paytmoqchi bo'ldi. Natijada ruh haqiqatan bulg'andi, davomi qoymoqtirildi. Vatan sirtidagi davoning g'o'l qismimi mana shu xil manqurtlarning xizmatga selinish soyasida ham suslashgan holatidan bosh ko'tarolmay, qayta hayotlik topolmay kelmoqda. Elib berilayotgan davomi shuningga beqib davom qilmoqda. Bu ruhni izlaguvchilar bo'lsa, texicha topoladi degudek darajada uchrasholmay yurmoqda. Muhimi topqanligining amaliy ifodasi bugunning davo qatlamida talabga loyiq ravishda ko'rilmayotganligi amaliyot bo'lib qolmoqda. O'qirmanlar qo'lidagi asoratda insonlik buhroni deb nomlangan bu asar bizdagi ashu ruhni tepish zaruriyatini his qildirishni, uning aqlli insoniy zaruriyatligini eslatishni hamda buning milliy mavjudlik ko'rishining aqlli talabi ekanligini anqirtishni maqsad qilgan publistik maqolalar majmuasidir. Majmuamiz o'z navbatida bu ruhdan yetarlik nasiyalanmaslikning oqibati sifatida maydonga kelgan kunimizgi bir qator ijtimoiy va siyosiy harakatlarga qing'iriqlarni fikriy aynishlarni o'zining tanqid obyekti qilgandir. To'lg'oqliq tug'ilish tabiiy qonuniyat bo'lgandek, yangidan qarshilik ro'yining uyg'onishi, ajdod ro'yining yangidan aramizda tirilishimi mushaqqatsiz, sabr toqatsiz, tirishchanliksiz ro'yobga chiqmaydi. Tanqidiy nazarlarning bu xil o'zlik tanqidlariga ahamiyat berishi, ijtimoiy va siyosiy masalalarga bo'libmi milliy mavjudlikqa taqishadigan temalarda sezgirlikni oshirib ayab yurmaslikmi ana shu to'lg'oq misoli o'r jamiyatning yangidan tug'ilishiga, unutilgan va unuttirilgan qarshilik ro'yini yangidan tiklishiga, sog'lom ideya, sog'lom harakatning yangidan kuchga kelishiga ma'lum ma'noda o'z hissasini qo'shishini umid qilganlikdan albatta. Burhan Muhammadning Asoratda insonlik buhroni nomli kitobimiz to'g'risida degan yozmasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.